Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Assalomu alaykum. Nazim Xojona, siz bo'lasizmi? Ha, bo'laman. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Shukr, sizlarning yaxshimisiz? Yaxshimisizlarmi? Rahmat, Allohga shukr, yaxshimiz. Bezovta qilmadimmi, onajonim? Yo'q. Agar noqulay payt bo'lsa, avvaldan uzr so'rayman. Aziz va hurmatli Xojona, men sizning bugungi kayfiyatingizni yanada ko'tarish, qalbingizga iliqlik va quvonch ulash niyatida qo'ng'iroq qilyapman. Men tabrik loyihasida boshlovchi baxt bo'laman. Rahmat. Qizim. Avvalo sizni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lib yashashlik ulug' ne'mat nasib etgan munosabati bilan bugungi muborak tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Rahmat. 68 yosh bu oddiy sana emas, bu oddiy yosh emas, bu sabr bilan ziynatlangan, shukr bilan bezalgan, duolar bilan barakali bo'lgan umr faslidir. Siz shu yoshga qadar qancha yaxshiliklar qilib, qancha qalblarga mehr ulashib, qancha farzand va nabiralarga hayot sabog'ini bergansiz. Xojona, siz oilangizning tayanchi, xonadoningizning fayzi, farzandlaringiz uchun duogo'y qalb, nabiralaringiz uchun esa eng aziz panohsiz. Oqqargan sochlaringiz hayot tajribasining nuri, ajillaringiz matonat va sabrning go'zal izlaridir. Alloh taolo sizga yana ko'p yillar sog' salomat, iymon, e'tiqodda, farzandlaringizning ardog'ida yashashni nasib etsin. Har tongingiz shukr bilan, har kuningiz quvonch bilan, har lahzangiz xotirjamlik bilan o'tsin. Qadam qo'ygan joylaringiz baraka kirib, qilgan har bir duoingiz ijobat bo'lsin. Farzandlaringizning kamolini, nevaralaringizning baxtini ko'rib, yuzingizdan tabassum arimasin. Umringiz uzoq, rizqingiz keng, qalbingiz doimo nurga to'la bo'lsin. Rahmat, kattakon onajonim. Bu samimiyatga, mehrga to'la qo'ng'iroq kimning nomidan deb o'ylaysiz? Xayolingizga kimlar kelyapti? To'shqonlarimdan chiqar, farzandlarimdan chiqar. Mesela to'shqon bo'lganda ukam bor, Safarboy degan, keyinim salomat bor. Shulardan chiqar, bo'lmasa qizlarimdan chiqar, bolalarimdan chiqar, bilmadim bilan. Aynan qaysi biri ko'proq anaqa mana shu deb turyapti qalbingiz? Hammasi. Topdingiz. Onajonim, sizni juda ham yaxshi ko'radigan, doimo eslab mehr bilan tilga oladigan ukajoningiz Safarboy aka, keliningiz Salomatxon opalar nomidan edi. Rahmat. Ilohim. Onajonim, qimmatli vaqtingizning bir necha daqiqalarini olib, qalbingizga yanada iliqlik, mehrga to'la qalbingizga yanada mehrlar qo'shgan holatda keliningiz va ukangizning sizga alohida yo'llagan tabriknomalari bor edi. O'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Aziz va qadrli Norgul opa, bugungi yorug' kun tavallud ayyomingiz bilan sizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Bu kun nafaqat
siz uchun, balki biz uchun, yaqinlaringiz uchun ham quvonchli va qadrli sanadi. Opa, siz biz uchun doimo mehribon opa, oqila, maslahatchi, oilaning fayzi bo'lib kelgansiz. Har bir so'zingizda hikmat, har bir ishda tartib, har bir munosabatda samimiyat bor. Sizning borligingizning o'zi bizga kuch va dalda beradi. Ukangiz sifatida aytamanki, doimo siz bilan faxrlanaman. Mehringiz, oqko'ngilligingiz va oilaparvarligingiz bizga o'rnak. Hayot yo'llaringiz doimo ravon, qadamingiz bardavom bo'lsin. Kelin sifatida esa sizni nafaqat opa, balki mehribon ona, maslahatgo'y va qo'llab-quvvatlovchi inson sifatida qadrlayman. Har doim bizga iliq munosabatda bo'lib, oilamizni birlashtirib turganingiz uchun rahmat. Yaratgan sizga mustahkam sog'lik, uzoq umr, tinch va xotirjam hayot nasib etsin. Xonadoningizdan baraka, dasturxoningizdan to'kinlik, qalbingizdan quvonch arimasin. Farzandlaringizning rohatini, yaqinlaringizning e'tiborini ko'rib yuring. Har yangi yoshingiz yangi baxtlar, yangi imkoniyatlar, yangi quvonchlar olib kelsin. Ko'nglingizdagi barcha ezgu niyatlar ijobat bo'lsin. Yuzingizdan tabassum, qalbingizdan ishonch ketmasin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Aziz Nargul opa, doimo baxt, saodat va mehr qurshovida yashang deydilar. Amin. Rahmat. Tabriklar uchun Xudoyim shu menga tilagan tilaklari o'zlarini de yo'ldosh bo'lg'ay. Ular ham shu o'z bola chaqasining o'zida omon o'tirg'ay. Ulardan bolalar shunday tabriklab turmoq nasib etgay. Ilohim aytganingiz kelsin. Tillari shirin onajonim, suhbatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizning ham ukangizga, keliningizga va boshqa yaqinlaringizga qalbingizdan chiqqan so'zlaringiz, tilaklaringiz bormi? Bemalol aytishingiz mumkin, biz eshitamiz. Yarın meni tuşkanlarım, bağalarım, kızlarım, sizler meni sinagan ekan, sizler şeyleri Xudoy çiğnesin. Etken hizmetlerimiz Allah'dan, etken şuna, etken tileklerimiz Allah'dan taysın. Hiç vakit kem görmeyin, gözünüz yaş görmesin, canınız sağ olsun, ne oynagan niyetleriniz olsa, hemmesini Allah taban etirmeyin. Ilohim aytganingiz kelsin. Yakunida esa aziz Nargul opa, sizga atalgan ushbu ezgu tilaklarimizni tabrik loyihasi jamoasi nomida ham samimiy ravishda yo'llaymiz. Umringiz fayzli, qadamingiz qutlug', har bir kuningiz shukur va quvonchlarga to'la bo'lsin. Sizdek ayollar bor ekan, oilalar mehr, xonadonlarda baraka arimaydi. Biz sizga sog'lik, xotirjamlik va yana ko'plab baxtli yillar tilaymiz. Har yangi yoshingiz hayotingizga yanada nur, qalbingizga yanada sokinlik olib kelsin. Tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Hurmat va ezgu tilaklar bilan tabrik loyihasi jamoasi xizmatingizda bo'lganimizdan mamnunmiz. Rahmat kızım, rahmat. Ben sizlere ne okşap hacana boğaytılar. Ahtak çalgıklar görgeytiler, Xudoga şükür çalgıklar gördüm. Özümün yaşap ötken ömrümden razıman. Ben bağalarım ham şu menimde boğay. Sizler ham şu menimde boğaytılar, çal boğaytılar. Amin. Aytganingiz kelsin ilohim. Rahmat kattakon samimiy tilaklaringiz uchun. Salomat bo'ling, tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Yarashadi kulgusi-yu xandasi, yuzida bor ibo degan pardasi. Xudoyimni suyukli bir bandasi, hoji onam bor, mening onam bor. Duolari dunyo to'ridan qimmat, iforlari olam guldan qimmat. Eng mehribon, eng samimiy serhimmat, hoji onam bor, mening onam bor.